Uxladingmi qizalog'im? Ha, dada. Kech bo'ldi, endi siz ham uxlang. Uxlashdan oldin qizimga xayrli tun tilay dedim. Oxirgi kunlarda ko'p ishlar bo'lib o'tdi, to'g'rimi? Shunday. O'zimga o'zim qizim endi baxtli oila qurib, har xil qing'ir qiyshiq ishlardan nihoyat to'g'ri yo'lga tushib olgan edi deb turgandim. Qismatni qara. Shu Ezel paydo bo'ldi-yu, hamma yoqni alg'ov-dalg'ov qildi. To'g'rimi? Ezelga nima aloqasi bor buni? Bilmayman. Buni dadajoninga o'zing ayt. Dada, charchaganman. O'zingizni aytadigan gapingiz bo'lsa ayting, keyin uxlaymiz. Seni dadajoningga aytadigan gaplaring yo'qmi? Ha? Bilasan, bunaqa ishlarni avval menga aytarding. Maqtanish bo'lmasin-u, lekin bu ishlarni senga o'zim o'rgatganman. Qaysi ishlarni? Hozir Jengizga qilayotgan o'yiningizga o'xshagan ishlarni. Bo'lib ham eski nayrang, Serdar nayranga tayyor osh. O'ziga aytib qo'ymasdan dadajoning o'yinini olib, endi bir o'zing o'ynayapsan. Yo, adashyapmanmi? Xayolingizga nimalar kelyapti bilmayman, lekin iltimos pastga tushib xayol suring. Jengiz xayr, salom, Ezel. Dada, Umuman chakki fikr emas, aslida qoyilman. Ajoyib. Bu odam boy. Jengiz bo'lsa, meddaga tegib bo'lganda. Barakalla qizim. Qani ayt, endi nima qilamiz? endi gaplashgan gaplarimizni unutamiz, joyimizga borib uxlaymiz. Keyin meni uyimda bunday narsalarni aslo gaplashmaymiz. Eyshan, qizim, meni kim deb o'ylading? Yer tagida ilon qimirlasa bilaman. Bu o'yinlar meni o'yinlarim. O'zim qatnashmasam bo'lmaydi. Endi ayt, nima qilamiz? Menga qarang, achinganim uchun bu yerda qolishingizga ruxsat berdim. Endi hoziroq chiqib keting. Agar ketmasangiz, Alini chaqiraman. Sizni o'zi chiqarib tashlaydi. Qaytib kira olmaysiz. Tushundingizmi endi? Chiqing. Hay. Namichi hovliqmasang, biz ham bu yerda jim turmaymiz har holda. Turmang o'siz ham. Chiqing deyapman. Chiqing xonamdan. Eyshan, bilib qo'y, keyin qattiq pushaymon bo'lasan. Allaqachon pushaymonman. Sizni uyimga olib kelganim uchun pushaymon bo'ldim. Endi xonamdan chiqing. Nima deb o'yladingiz? Men eski Eyshanmidim? Hoziroq chiqib keting. Chiqing. Qaytib xonamga kelmang. Alo, Ezel. Mayli, hechqisi yo'q. Hechqisi yo'q Eyshan, o'zim hal qilaman. Hech kimga hech narsa bo'lmaydi. Sen hozir to'yib uxlab ol. O'zim hal qilaman. Serdar, tinch turmayapti. Xo'sh. Buni ber. Ovozi o'chsin. Yana shu yerga qaytishingiz to'g'rimi, tog'a? Bu yer 40 yildirki meni uyim, jiyan. Xuddi eski qal'alarga o'xshaydi. Ba'zan topshiramiz, lekin keyin albatta qaytarib olamiz. Men o'zimnikini qaytarib ola olmayapman, tog'a. Lekin meni qilolmagan, qilmaydigan ishlarni qilyapsan, jiyan. Yana qamoqqa kirding. Bu qiyin ish. Jengizni u yoqda ko'rgim keldi. Azob chekishini ko'ray dedim. Buni o'rniga bizni bolalarni kaltaklading, shunaqami? Jengizni bir ahvolda ko'rib, bilmayman tog'a, juda g'alati bo'lib ketdim. O'zingga achingandek, do'stingga ham achinding, to'g'rimi? U meni do'stim emas.
Rostini aytaymi, tog'a? Ba'zan hammasiga qo'l siltab, qasosdan ham voz kechsammi deyman. Mana aytdim ham. Seni nima to'xtatib qolyapti? Siz xayolimdagi siymoyingiz. Unda adolat nima bo'ladi? Omerni o'ldirishdi. Aybdorni kim jazolaydi deyapsiz? Sen nima deyapsan unda? Omer o'lmadi deyman-u, lekin yolg'on. Omer o'ldi. Eng yomoni nima bilasizmi? Omer o'zi xohlasa ham endi qaytib kela olmaydi. Faqat oyim bor. Undan bo'lak hech kim. Omerman deb ovoz bersam, eshikni ochib meni ichkariga kiritmaydi. Omerni siz ham sog'inmadingizmi? Sog'indim jiyan. Ayniqsa menga o'girilib qarashi bo'lakcha edi. Shunday sog'indim. Qanaqa qarash edi? Sizga ishonch bilan, umid bilan qarardi. Shunday emasmi? Menga faxrlanib qarashi. Men bilan g'ururlanib qarardi. Shunday qarash edi. Aytganimdek, Omer o'ldi. Uyg'otib yubordimmi? Bir qarorga kelibsizmi? Yutqizgan tomonni tanlabsiz. Men hech narsani tanlamadim-ku. Yomon gap ham aytmadim. Faqat meni ham yoningizga olinglar dedim. Men bu ishlarni yaxshi bilaman. Ortiqcha nimadir ham so'ramayman. Rahmat. Lekin bir o'zingizmisiz? Shu odamlaringiz ham bor emasmi? O'rkunchalik Bilek, Tunch Karakaya, Barish Genjel. Bular yo'qmi? Bo'lishlari kerak. Chunki hammasi sizsiz. Sen bularni qayerdan? O'rkunchalik Bilekni Kastamunda oilasi bor. Qaynakasi iziga tushgan. Tunch og'amizni 10 yillik qamoq kutyapti. Politsiya qidiruvga bergan. Barish. Bu Barish Genjel. Uni qidirayotganlar topgan zahoti jazosini berishadi. Yana Serdar sifatida o'zingiz bor, oila otasi. Siz hozir shularning nomidan gapiryapsizmi? Sen hozir kimsan o'zi? Politsiyachimisan? Agar politsiyachi bo'lsam, sizni hibsga olardim, Serdar. Bunday qilmaysanmi? Sizni o'ldirib nima qilaman? Lekin siz haqingizda bor haqiqatni bilaman. Boshqalar ham bilishini xohlaysizmi? Masalan, sizni qidirib yurganlarga xabar qilishimni xohlaysizmi? Yo qizlaringizga aytib berishim mumkin hayotingizni, hayotlaringizni. Har bir soniyasigacha hikoya qilishimni xohlaysizmi, Serdar? Javob bering. Yo'q, xohlamayman. Ishonmadim. Ketma, shoshma. Ketmay tur. Nima desang qilaman. Nima xohlasang qilaman, chin so'zim. O'zingiz bizdan nimani xohlayotgandingiz? Menga sizlardan hech narsa so'ramayapman. Hech narsa kerak emas. Men hech narsani bilmayman. Qo'yib yuboringlar. Yo'q bo'lib ketaman. Butunlay g'oyib bo'laman. Qo'yib yuboringlar meni.